Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Demak, mana sizlar bilan bismillah deb 4-mavzuni ham boshlaymiz. Xo'p, 4-mavzu to'g'ri sig'li tekis o'zgaruvchan harakat. To'g'ri sig'li tekis o'zgaruvchan harakat mavzusi, demak bu nima degani? Umuman olganda o'zgaruvchan harakatlar bu tezligi o'zgargani uchun o'zgaruvchan degan nom oladi. Ya'ni harakat davomida tezligi o'zgarib tursa, shular o'zgaruvchan harakat bo'ladi. Ularning umumiy nomi bu notekis harakatlar hisoblanadi. Notekis, ya'ni vaqt o'tishi bilan tezligi o'zgarib turadigan harakatlar notekis harakatlar hisoblanadi. Notekis harakatlarda o'zi ham bir necha turlari bor. Masalan, tebranma harakatlarida ham notekis harakat deyish mumkin. Xo'p, shularning eng birinchi turi bu tekis o'zgaruvchan harakat hisoblanadi. Tekis o'zgaruvchan harakat degani tezligi teng vaqtlar ichida teng miqdorga o'zgaradi. Ya'ni duch kelgan songa ortib yoki kamayib ketmaydi. Masalan, 1-sekundda qancha o'zgargan bo'lsa, 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi hamma sekundlarda ham bir xil miqdorga o'zgaradi. Tezligi asta-sekin oshib boradi. Endi o'sha tekis o'zgaruvchan harakatlarning o'zi ham yana ikki turga bo'linadi. Demak, birinchisi tekis tezlanuvchan harakatlar. Bular tezligi teng vaqtlar ichida teng miqdorga ortadigan harakatlar hisoblanadi. Ikkinchisi tekis sekinlanuvchan harakatlar. Demak, tezligi teng vaqtlar ichida teng miqdorlarga kamayadigan harakatlar hisoblanadi. Xo'p, mana shu tekis sekinlanuvchan, tekis tezlanuvchan harakatlarda asosiy yangi kattaligimiz bu tezlanish. Xo'p, tezlanish degani nima degani? Tezlanish degani jismning 1 sekund ichidagi tezlik miqdorining o'zgarishiga teng bo'lgan kattalik. Ya'ni jismning tezligi 1 sekundda qanchaga ortsa, jismning tezlanishi ham o'sha bo'ladi. Masalan, faraz qiling, mana bitta jism bor, boshlang'ich tezligi aytaylik qanaqadir 15 metr taqsim sekund. Har sekundda tezligiga 3 metr sekund qo'shiladi. 1 sekunddan keyin 18 bo'ladi, 2 sekunddan keyin 21 bo'ladi, 3 sekunddan keyin 24 bo'ladi. Ya'ni har sekundda 15 metr taqsim sekund bilan harakat boshlagan jism 3 metr sekunddan tezligini oshiryapti. Har sekundda 3 metr sekund qo'shilyapti. Ana shu tezlanishi 3 ga teng degani ana shu. Tekis tezlanuvchi harakatda har sekundda tezlik bir xil miqdorga ortib boradi. Tezlanish A harfi bilan belgilanadi. Mana e'tibor qiling, chizmada A harfi bilan turibdi. Boshlang'ich tezlik mana bu V0. Bu endi oxirgi erishilgan tezlik, ya'ni S masofani bosib o'tib, A tezlanish bilan harakatlanib V tezlikka erishsa, bu oxirgi tezlik hisoblanadi. Xo'p, S yo'l T vaqt. Endi formulalarga o'tamiz. Tezlanishning formulasi, birinchi formula e'tibor qiling mana. A barobar V minus V0 taqsim T. Bu ta'rifdan kelib chiqadi, ya'ni tezlik o'zgarishining vaqtga nisbati tezlanishni beradi. Birligi metr taqsim sekund kvadrat. Nimaga? Chunki tezlikning birligi metr taqsim sekund, vaqtning birligi sekund. Metr taqsim sekundni sekundga bo'lsangiz, metr taqsim sekund kvadrat bo'ladi. Shu yerda bir e'tibor qilishimiz kerak, bizda yana bitta yangi formula bor. Bu formulaning nomi o'rtacha tezlik formulasi. Mana bu yo'limizda vaqt o'tishi bilan tezlik miqdori ortib boryapti. Boshlang'ich tezlik V0 bo'lsa, oxir tezlik V. V albatta V0 dan katta, ancha katta. Ana shu paytda o'rtacha tezlik ikkalasining yig'indisining yarmiga teng bo'ladi. Ya'ni V qo'shilgan V0 taqsim 2 bo'ladi. Keyin biz o'zimiz bilamiz, S barobar V o'rtacha T degan formulani bilamiz. Bu o'tgan mavzularda o'tilgan, bizda adashmasam ikkinchi mavzuda bu formula bor edi. Ya'ni o'rtacha tezlikni vaqtga ko'paytirsang yo'l chiqadi. Hozir shu bilgan formulamizdagi o'rtacha tezlik o'rniga mana bu ikkinchi formulani olib kelib qo'yamiz. Mana ikkinchi formulani olib kelib qo'ysak, mana yoqqa qo'ysak, S barobar V qo'shilgan V0 taqsim 2 ko'paygan T degan formula chiqadi. Bu qanaqa formula? Bu jismning T vaqtdagi bosib o'tgan yo'lini topish formulasi hisoblanadi. Jismning T vaqt davomida bosib o'tgan yo'lini topish formulasi. Tekis tezlanuvchi harakatda yo'lni topishning birinchi formulasi hisoblanadi. Xo'p, uchinchi formula bo'ldi bizda bu. Demak, birinchisi mana tezlanish, ikkinchisi bu o'rtacha tezlik, uchinchisi bu yo'l formulasi. Endi e'tibor qiling. Mana shu yerdagi birinchi formuladan V ni topsak qanday bo'ladi? Qanday bo'ladi mana mana? Mahrajda bo'lish bo'lib turgan T A ni oldiga ko'payish bo'lib chiqadi. A T teng V minus V0 bo'lib qoldi mana. Mana yerda V minus V0 bor edi, shu A T teng V minus V0 bo'ldi mana. Keyin mana bu minus V0 A T ni oldiga plus V0 bo'lib o'tadi mana, plus bo'lib o'tdi. Ayirish bu yerga qo'shib o'tadi. Shunda V barobar V0 plus A T degan formula hosil bo'ldi. V barobar V0 qo'shilgan nima? A T. Mana bu formula tezlikning vaqtga bog'lanish formulasi deyiladi. Ya'ni jismning T vaqtdan keyingi tezligi nimaga teng desa, V0 plus A T ga teng deb javob berasiz. Endi e'tibor qiling. Mana shu V barobar V0 plus A T dagi V ni o'rni bor mana bu yerda. 3-formulamizda S barobar V plus V0 taqsim 2 bor. Ana shu V ni o'rniga V0 plus A T ni olib kelib qo'ysak bo'ladi. Ya'ni V ni o'rniga V0 plus A T ni olib kelib qo'yish mumkin mana. 3-formulaga qo'yish mumkin. 3-formuladagi o'sha V ni o'rniga V0 plus A T ni qo'ysak, nima hosil bo'ladi? Mana e'tibor qiling. V ni o'rniga qo'yganmiz mana V0 plus A T, mana bu narsa bu yoqqa keldi. Bu V0 o'zi joyida turibdi, mana bor edi, o'zi V0 bor edi.
V0 bor edi. Shunda V0 ga V0 qo'shilsa 2 V0 bo'ladi. Mana bu T ko'payish degani tepaga qavsga ko'payish degani. Endi qavs yozilmaydi odatda bunaqa paytda, lekin shu yerda qavs bor deb faraz qilinadi. Ya'ni hammasiga ko'paytirilgan mana T. Shu ko'paytirishda ko'paytirib olsangiz, mana bu ifoda hosil bo'ladi mana. V0 ga V0, 2 ta V0, 2 ta V0. T ga ko'paytirsangiz 2 V0 T. A T edi, yana bitta T ko'paytirsa T kvadrat. Shunda mana bu 2 ni 2 V0 ni 2 ga bo'lsangiz, V0 ni o'zi bo'ladi. A T kvadrat taqsim 2 qoladi mana. Qolyapti. Ya'ni xatma-xat 2 ga bo'lib yubordik-da, buni ham 2 ga bo'lib yubordik. Alohida kasr qildik. Mana V0 qo'shilgan A T kvadrat taqsim 2 degan bizda mana 5-formula chiqdi mana. Yo'lni topishning ikkinchi formulasi, topgan formulalarimizda 5-si, 4-si T vaqtdan keyingi tezlik edi. Mana 5-si mana bu yo'lning vaqtga bog'lanish formulasi chiqdi. Ko'chish formulasi degan bo'ladi. Xo'p, davom etamiz. Bu yerda bir 10 ta 11 ta formula topishimiz kerak. Mana shu videoni iloji boricha yaxshilab ko'ringlar, qayta-qayta. Davom etamiz. Birinchi formulamiz bor deb e'tibor qiling mana, birinchi formula. Shu birinchi formuladan T ni topish kerak. T ni topsak V minus V0 taqsim A bo'ladi. Ya'ni A T bilan joylamashadi. T bo'lish bo'lib turibdi, tepaga chiqadi, A esa pastga bo'lish bo'lib tushadi. Shu yerda T barobar V minus V0 bo'lgandan keyin, V0 taqsim A bo'lgandan keyin uni 3-formulaga olib kelib qo'yamiz mana. 3-formulaga e'tibor qiling mana. S barobar V qo'shilgan V0 taqsim 2 ko'paygan T. O'sha T ni o'rniga V minus V0 taqsim A ni qo'yamiz. Ya'ni mana bu yerga e'tibor qiling. 6dagi mana T ni topsak 6-formula hosil bo'lar ekan. V minus V0 taqsim A degan 6-formula. Shu 6dagi T ni 2 ga olib borib qo'yamiz. Ya'ni T ni o'rniga mana qo'ydik mana. V plus V0 taqsim 2 ko'paygan T edi. T ni o'rniga mana 6 ni olib kelib qo'ydik mana. Shunda qarang, V qo'shilgan V0, V ayrilgan V0. Bu nima degani bu? A plus B, A minus B. Bu nimani beradi? A kvadrat minus B kvadratni beradi. Ya'ni V kvadrat minus V0 kvadrat bo'lyapti. Bu qisqa ko'paytirish formulalaridan agar xabarimiz bo'lsa, mana formulani tushunib olish bizga unchalik qiyinlik qilmaydi, menimcha. Demak, bizda yo'lni formulasi bo'ldi. Bu 7-formula bo'ldi. Demak, videoni keyingi videoda davom etamiz bu darsda.